Xayrli kech qizlar hammaga. Bugun birgalikda maska tayyorlaymiz. 1 choy qoshiq dro'jani iliq suvga solib eritib olganman mana shunaqa ko'rinishda. Menda kukuruzniy kraxmal, kartofelniy bo'lsa ham bo'ladi. 1 choy qoshiq solasizlar bundan to'ldirib. Zaytun yog'i, yuzim suxoyroq mana choy qoshiqda. Kastorovый масло. Chekada bor kunjut yog'i. Yuzni namlantirib, oqartirib, mayda ajinlarni yoyib, vitamin bo'ladi, yuzga oziqlantiradi. Hamma joylarga sursanglar bo'ladi. Yuzingizga, ko'z atrofiga, bo'yinga, qo'lga qolganini. Iliq suvda yuvib tashlab, keyin питательный krem surib qo'yasizlar. Tayyorlab ko'ringlar mana.